Agar siz ham Narniyani atigi bitta kitobdan iborat deb o'ylasangiz, qattiq adashasiz. Bugun men sizlarga Narniya sonlamalarini to'liq tarkibda tushuntirib beraman. Birinchi, jodugarning jiyani. Narniyaning yaralish haqidagi muqaddima. Sehrli uzuklar sababli ikkita bolakay Narniyaning ilk soniyalariga guvoh bo'lishadi va dunyoga ilk yovuzlikni tasodifan olib kirishadi. Ikkinchi qism, Arslon, jodugar va shkaf. Eng mashhur qism. Unda 4 ta aka-uka va opa-singillar eski shkaf orqali doimiy qish hukmron bo'lgan Narniyaga tushib qolishadi va ulug' Aslan yordamida oq jodugarga qarshi jangga kirishadi. 3. Ot va uning bolasi. Narniyaning oltin davridagi ajoyib hikoya. 4. Shahzoda Kaspian. Bolalar Narniyaga qaytganida u yerda yuzlab yillar o'tgan va taxtni zolim Telmaniylar egallagan edi. Ular haqiqiy merosxo'r, yosh shahzoda Kaspianning taxtni qaytarishiga yordam berishadi. 5. Tong sayyohining suzishi. Dengiz sarguzashtlaridan iborat ushbu hikoyada Kaspian va bolalar sehrli kemada Narniyaning sharqiy chegaralari, sirli orollar va Aslanning muqaddas o'lkasini qidirib safarga otlanishadi. 6. Kumush kursi. Eski qahramonlar o'rniga yangi bolalar keladi. Ular qarib qolgan qirol Kaspianning yer osti saltanatida saqlanayotgan yagona o'g'li shahzoda Rilianni qidirib topishadi. 7. So'nggi jang. Narniyaning yakuni. Yolg'onchi eshak va makr tufayli mamlakatda tartibsizlik boshlanadi. Eski va yangi qahramonlar oxirgi marta birlashib, haqiqiy va abadiy Narniyaga qadam qo'yadilar. Narniya deganda sizning ham ko'z oldingizda ajoyib bolalik gavdalanadimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.